O'zbekistonda жаңыл o'tganlar Aziya bo'yicha Gold Euro Fasad plitka jana formulalar bilan qamsab turgan sizlar biletlaringizlar taqanlar. Anda bilmesengizler kelingizler. Ofisga kireli, ma'lumotlarni olib bereli. Taqanlar jelekleri jelire turadi, birden like'ni basib qo'yingizlar. Ana kel, bismillahirrohmanirrohim. Juringizlar. Taqanlar qarangizlarchi. Oho! Ama Sayıpcan ağabeyimiz ofisni keltirib qo'yibdir, o'qmush qilib qo'yibdir. Bu yerdagi assortimentni ko'rib o'tasizlar-ku? Biz ham yuz ko'rishaylik. Saychan aka, assalomu alaykum. Amansizmi, ishlaringiz yaxshi, tinchsizmi? Bu joq Sayıpcan ağabeyimiz bo'ladi. Ushul Gold Euro Fasadning menejeri ishtida ushlaqa jurgizadi. Aka, ne deyizmi? İşke ilgilik, tapantışlardan berekeli olsun. Emi jumushga o'tali bir qator ma'lumotlarni beringiz siz. Anda ketdik. Biz Gold Euro Fasad korxonasi mana shunday kauchukli formalar ishlab chiqaradigan korxonamiz. Hozirgi kunda bunday kauchuk formalarda bizda 40 dan oshiq turi bor. Bu qoliplarni butun Esenga bo'ylab yetkazib beramiz. Mana shunday fasadniy plitkalarni barchasini qanday tayyorlanadi shu haqida ma'lumot beramiz, retseptlarni yozib beramiz, o'rgatib qo'yamiz ishlab chiqarishlikni. Anda İşxonamen tanışalı. Albatta. Görüşler köp kütürüp. Tağanlar, jürüngüzler. Biz hazır Özbekistan Respublikası'nın Andijan şahrına atırağız. Bismillahirrahmanirrahim. Oho, tağanlar. Bu yerde kichik sushilkamiz, bir sushilkamiz, bu narigi tarafda 3 ta sushilkamiz bor da. Kunlik 350 kvadrat fasadniy plitka ishlab chiqaramiz. Bir kunda 350. 350 shunday. Market onlar. Qarasanlar. Assalomu alaykum. İş ilgari olsun. Aloqasizlarmi? İş jarayonlari. Bu hazır iş jarayoni mana ushul yerda ushul klinkerlar, ushul yerda fasad tashlar ushul yerdan chatgan tanlar bu vibra stol bilesizlar, ha? Qara? Bu yerda qanday? Sushilka shu tash quyilgandan keyin shu yerga kiriladi, shu yerda quriydi. 70 gradus issiqda qurg'aydi. Oy, issiq ekan-ku. Oho, tonlar. Qarangizlar, baya beti chiyilib pilib qolishni monda steklo tataradi-ku, o'sha stekloning üstüne tengiz qilib qo'yishadi ekan. 1 gradus chiqadi barisi. Bari 1 gradusda ham, maka. İşçiler bu joqda ishni qilib ochayotgan. Tak. Keyingi joq qaysi joq? Bu narigi tarafni ko'rsatamiz. To'xtangchi. Bu tarafda tashlar bor. Mana ham bir ko'rsatib qo'yingchi. Bu yerda dag'i biz videoni yuzmay sizlar uchun son qilib ko'rsatgan harakat qilyapmiz. Tashlar janda ma'lumot berib o'tsangiz. Mana bu yerda 3D modellarimiz. Aha. Iranskiy aksementni tayyor qilamiz tashlarni, barisini. Shunday 20 yil garantiyasi bor tashlar. 20 yil. Shunday. Oho. Hozir siz ko'rgan o'sha protsessdagi tash mana bu tash. Hozirgi bu joqda chiqayotgan tash shu bu. Montana modelining tashimiz. Qirg'izistonda hozir bu hitga chiqdi, trendga chiqdi Qirg'izistonda shu tashi. To'g'anlar, buna tash bilan uyingizlarda qo'zg'aganlar barvarangizlarda. Birden like, birden kommentare bosib qo'yingizlar, Tak, ketdik anda boshladik. Bu yer to'g'anlar ikkinchi skladimiz bor, aka. Anda boshlaylik anda. Biz mana ko'rib turganingizdek, Eronda oqsementdan ishlatamiz 600 marka. Iranskiy oqsement. Bu yerda mana tashlarimiz ofisda qanday tursa, skladda ham shunday turadi. Xuddi shunday turadi. Shunday. Mana bizda ob'yom ko'rishinglar mumkin. 3 ta sushilka ish boshlagan hozir. 3 ta sushilka. Oho, bu yerda hozir 1, 2, 3, ushul 3 sushilkada hozir ish ketyapti. Qancha metr kvadrat bu yerdan plitkalar chiqyapti? Hozir o'tib ketayin, kechirasizlar. O'tib oling. To'g'rilib ketpayin. Aha. Bu yerda hozir 2 ta 60 kvadratli sushilka, bitta 120 kvadratli sushilkamiz bor. Mana ishlar ketyapti. Marketda qarangizlar. Biz videoni yuzbay sizlarga oyoqmachayin ko'rsatib o'tamiz. Kimdir biriga ushbu videoda foydasi tegib qoladi. Aka, bir atalar sapirganday sapirib qo'yingchi. Ana saga. Hozir shu yerda обучение o'tganlar bir Tojikistondan, Qirg'izistondan, chet eldan kelgan akalar bormi? Kim bor? Tojikistondan kelgan mana Jonibek akamiz. Tojikistondan kelgan. Aka, assalomu alaykum. O'zbekcha tushunasizmi? Qirg'izcha tushunasiz, Siz bu Gold Euro Fasadni qayoqdan ko'rib keldingiz? Men yaqinroq turaychi, mikrofon siz mendalar. İnternetten ko'rib keldingiz. Endi Tojikistonga borasizda o'zingiz shunday ochasiz. Inshaalloh. Ish qilasiz. Xudo qalasa bo'lib ketasiz. Qirg'izistonda da ko'pchilik klientlarchi ushul yerga kelib yurib hozir bo'lib ketishdir. Sayıpcanning aytib o'yinchacha. Inshaalloh. Sizda bo'lib ketasiz. Zo'rmikan? Qolblari hammasi joyida. Qancha kun bo'ldi kelganingizga? Уже ikkinchi marta kelyapman. Ikkinchi marta. Qancha kundan o'qidingiz? 5 kun yana 10 kunga kelganman. 15 kun общий. 15 kun inshaalloh. Negizi 3 kundan 15 kungacha. Negerda yurina olmay borasa, dag'i yana 15 kun ketaveradi. Ketaveradi, ha? Moldes aka. Tashang 5 ta. Ishga yigilik bo'ptir. 60 kvadrat forma olib ish boshlagan Jonibek akamiz Tojikistonda. Moldes aka, dadil ekansiz anda. Zo'r. Bu yerda ishlar ketyapti.
Бұл сушилкалар бары теңде bir ekan, ha? Ova, ova. İçkeri bir girip görüp koyalım. Tuğanlar karanızlar. Suşulkanı görüp otaslar, ha? Aka, assalamu alaikum. Alıp otasız bana hangin? Ha, bunu birinci üçte maylaysız bu. Kraskalaysız. Bayağı anal jerdagi Kırgızstanda trendde bolup atkan Ova. Uşun çatken da. Kanyon degan modelimiz bizda har bir modelda 50 dan oshiq svetda quyib beramiz klientlarga. Bu yerda klientni xohishi bo'yicha quyilayotgan tash hozir bu yerda. Oho, tuğanlar. Mramor siyaqti qilib. Ko'rsam mantep kraskalanıp boyoqlar tüstör üşünüp çıqatgan da bu. Bular barisi iranskiy sementda bo'ladi. Молодец aka, жақсы qılыңız ha. Gold fasadты uyat qılbağınız aka. Kırgızstandan gelip no qalptardı alıp ketecek. Xudo qalasa aka. İnşallah. Жүріңіз. Mana bu tarafda, Бұл taraf qanday jaq? bu taraf mana temirlari o'sha har bir tashda krepleniyasi bor. O'rnatuvga ustanovka qilib kerak bo'ladi. Bu quygandan keyin shuni qamirlab qo'yadi tashga. Ha, baribir tashga. Бұл nesi? Bu rastvor shu. Бұл rastор va? Ova. Budan qanday mecha ta svet qo'shiladi buga? Yo'q, bu qora svetda. Qara svetda bo'ladi bular. Shunday. Maketonar qara svetda bo'ladi ekan bu. Aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Zo'rsizmi? Alotasizmi? Bizni masterimiz Bekzat akam. Обучениеда master bu. Shunday. Ya Bekzat aka. Sizni ko'rayotganlarga bir salom deb qo'yaysizmi? Qirg'iziston assalomu alaykum deb qo'yingchi. Ana ketana Bekzat aka birden like bastırsanızlar. Biz videoni üzbey. Sizni go'dam tanıyıva. Tanıganlara da bir salom deb qo'yingiz. Hammaga salom deydi nakatanda. Tak, bu joq qanday aka? Bu tarafda shunday cho'ng sushilkamiz 120 kvadratlik sushilka. Bu yerda 120 kvadrat tash chiqadi. Shunday. O'ta so'ng. Kunida shunday tash chiqaramiz biz. Kunida shunday tash chiqarasizlar. Bunadan birovni ola ketaylik. Ko'targan bo'y videoga ketib qolmaylardan keyin. Tuğanlar, qarangizlar. Aka, ish ilgari bo'lsin. Alotasizlarmi? Mana bu joqda ish yurib sushilkada aylanib o'tadi. Meshalkada. Jo'nakoy ele Обычный песок. обычный песок. Mana shunday jasalatgan, ha? Shunday, ha. Maket. Tak. Biz hozir jumushni qanday yurayotganini ko'rsatdik tuğanlar, O'zingizlar ko'rdingizlar, videoni uzmadik. Ama buna uşul qalb qantib chiqqani sizlarga da qiziq bo'lyapti. Shu hozir shuni tashini ko'rsatayinmi mana? Qana juringizchi, mana shuni tash qanday chiqqan ekan? Mana shuni tash. Qo'lingizdagi tash. Yo'q, birday chiqib turadi. Mana svetini qarangizlar, qarargan yerini qarangizlar, tuğanlar. Mana ko'ringizlarmi? Korичневый бұл жағы қара, коричневый бұл жағы қара. Еме қалптың шыққанын көрсетпейлі. Қандай пешеда шығады, қандай жерден шығады. Анда ке, туғандар кеттік анда жүріңіздер. Туғандар, баяғы қалп мына ушул жерден шығады екен, мына ушул аппараттан печкадан шығады екен. Аз қана ке көресіз. О, 220 градус ыстықта mana dayyor bo'ladi qalblarimiz. Свежий формалар mana. Так, мына екіншісі. Shunday. Баяғы чайды қайнап жатқан жеріндегідей болып шығады екен да. Бұл 200 градусда сыйы. O 200 gradusga chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek, bu modellarda barchasini основатели Gold Euro fasad bo'ladi aka mana. Buna ketganlar. Shunday. Barisini matrisasi bizda o'zimizda bor. Biz o'zimiz chiqaramiz. 0 dan 100% gacha kauchuk formalarni ham o'zimiz yasaymiz va klientlarning xohishiga qarab turib razmerlarni ham chiqarib bera olamiz. Masalan, bizga model olib kelsa, o'sha modelni yaratib bera olamiz, chiqarib bera olamiz. Mana bu yerda qoliplarimiz Qirg'izistonga, Tojikistonga tayyor bo'layotgan qoliplarimiz. Zakazlar. Maka, Qirg'izistondan kim zakaz bergan bo'lsangizlar da, maka, tayyor почти. Уже tayyor. Qirg'iziston qayerdan ketdi dedingiz? Noqat. Noqatga aka ko'ryapsiz videoni. Mana o'sha qalplarning arasida sezdimda qalpingiz bor. Qancha zakaz berdi Noqatga aka? 60 kvadrat. 60 kvadratingiz уже tayyor ekan. Maka. O'sha biz garantiya beradiganimizdan o'sha originaldan zakaz berdi. Bu qolipda 2 xil turi bor hozir O'zbekistonda. Qanaqa? Bu qoliplar biz imенно brendvilarimizga 10 yil kafolat beramiz. 10 yil kafolati bor. Keyin atrofda 150-160 dollar sotilayotgan qoliplar bor. Uni garantiyasi yo'q. U seriosda, buni bari gap seriosida bo'ladi. Bu seriosida kauchuk eng ko'pi bizniki hisoblanadi. Qolgan joylarda qayta ishlangan seriallardan daim bo'layotgan formalar bor. Ular razmerini yo'qotadi. 1 oymi, 2 oymi, 3 oymi ishlatadi, razmerini yo'qotadi. U degani bundan tash olasizda. O'sha tash normalniy bir-biriga kelmay qoladi degan. Undan keyin siz brak tash chiqarasiz degani, brak tash chiqarsiz bankrot bo'lasiz degan. To'g'ri, tushundingizlar-da? Tushunmasangiz men sizlarga aytib qo'ying. Sapati zo'rin chiqarib berayotgan-da. Bunday chaqandacha eng vishisi.
высший сорттогу баягы ундун дагы 1-сорт, 2-сорт бар деп го. Ошонун 1-сортунан чыгарып беришет экен. Бул туугандар гарантиялары менен 10 жылга чейин экен. Так. Бир катар көрсөттүк. Эми офиске баралы. Бол. Шоурумду дагы көрсөтөлү. Аха. Туугандар, анда жүрүңүздөр. Айтып өткөндөй эле өзгөчө жерлердин бири бул шоурумда айтылат экен. Ушул жерде сиздерге керектүү сонун болгон сырлар бар. Аны да сиздерге азыр видеону үзбөстөн аягына чейин көрсөтүп беребиз. Баштадык мында. Bu yerda jami 400 turga yaqin tashlar ilib qo'yganmiz. Klientlarga удобство bo'lish uchun qaysi svetda jaqsa shuni bizga zakaz beraveradi. Mana Maşallah. shularni barisi Gold Euro fasadda o'zini chiqadi. Bu yer oxirigacha bitmadi. Asqalda mana bu yer tashlari dayin uje. Qarangizlar tog'lar. Shunday. Bularni barisini Gold Euro fasadda o'zi jasaydi. O'zimiz chiqaramiz bularni. Anan Bari modellarimiz shu yerda jamlangan. bir başqacha bir taşınız var la. Ova. Va dunyoda yo'q bir taşni ko'rsatadi Shunday sizlarga. hozir men Fasadga Talay akamni Oxo degan akkaunt uchun jangilik bo'ladi bu. qanaqa? Bismillahirrohmanirrohim. 3D lazer degan modelimiz, minimalizm uslubida chiqayotgan tashimiz mana. Buni formasida bor, formasida chiqardik. Inshaalloh shu formadan kerak bo'lsa qayrilishaveradi. Qanaqa? Bizi Qirg'iziston bo'yicha hozir yo'q bu. O'zbekiston bo'yicha dag'i yo'q bu. Anasag'a. Tog'lar, kimlar ko'ryapsizlar? Ushudan og'zingizlarda Qirg'izistonga жаңылып tashlaysizlar. Trendga aylanib tashlaysizlar. Agarda trendga aylantirish kerak bo'lgan bo'lsa, bizga aytingizlar, biz yordamga qaraymiz. Aljana qizat bo'lmangizlar. Aytammi? Shunday. Maki. Mana bizda sizni ko'rib chaqirdikda shu reklamalar ko'rsin. To'g'ri. Maki tog'lar qarangizlar. Tashlarda bari shu yerda qo'yilgan. Kimga shu plitkalar qiziq bo'lsa, interesniy bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishaveradi. 0 dan 100% gacha o'rgatib podeshkalarni beramiz. Maki. Tog'lar, telefon nomerlerin, akkauntların barını жазып qo'yim. Sizler baylanışqa chiqaverasizlar. Chalasizlarda Oxon reklamasından ko'rdim desеңдер, жақсы skidkalarni sonu qilib Inshaalloh. tushundirib beradi. Adres biz hozir O'zbekiston Respublikasi Andijon shahrida turamiz. Sayıpçanın nomerini ham akkauntlar bildirib, жазып chalib baylanışqa chiqaverasizlar. Anan keyin kimde kim shunday fasadli plitkalardan biznesini boshlayın desеңizdер, Bemalol Gold Euro fasadga murojaat qilishaveradi.